Assalomu alaykum nemis tili o'rganuvchilari. Sizlar bilan grammatikani o'rganishda davom etamiz va bugungi videoda sizlar bilan biz nemis tilida inkor shaklini o'rganamiz. Xo'p, nemis tilida inkor qilishimiz uchun ikkita yo'limiz bor. Birinchi yo'limiz bu kein so'zi orqali, ikkinchisi nicht. Keling biz keindan boshlaymiz. Kein bu nima? Kein bu artikl, ya'ni inkor artikli. Artikllar qayerda kelardi? Artikllar otdan oldin, ya'ni nomindan oldin keladi. Xuddi shunday bu ham otlarni inkor qiladi. Otlarda bizda necha xil artikl bor? Inkor artikldan tashqari aniq artikl 5 timti va 15 timti noaniq artikl bor. Xo'p, birinchisi maskulin va neutrum aytamiz, sredniy и мужской rodlar uchun bizda der das aniq artikl, ein noaniq artikl va inkor artikli bularga kein bo'ladi. Keling buni bir misol yordamida ko'rib chiqamiz. Ich habe ein Auto, ya'ni menda bitta mashina bor. Buni inkor qilish uchun biz endi nima qilamiz? Ein noaniq artiklning o'rniga inkor artikl, ya'ni keinni qo'yamiz. Ich habe kein Auto, ya'ni menda mashina yo'q. Keyingisi feminin, ya'ni женский rod. Bunda aniq artiklimiz die, noaniq artiklimiz eine va inkor artiklimiz keine bo'ladi. Ya'ni misol qilib aytamiz, ich habe eine Schwester. Meni bitta opam yoki singlim bor. Buni inkor qilmoqchi bo'lsa, ich habe eine ga nima edi? Keine. Demak, ich habe keine Schwester. Meni singlim yoki opam yo'q. Ko'plikda qanaqa bo'ladi? Ko'plikda aniq artiklimiz die edi. Noaniq artiklimiz yo'q. Ya'ni shuni to'g'ridan-to'g'ri otni o'zini ishlatamiz va lekin inkor artiklimiz bor pluralga. Bu nima? Bu keine. Ich habe Freunde, meni do'stlarim bor. Ich habe keine Freunde, meni do'stlarim yo'q. Otni oldidan kein artiklni ishlatsak, ya'ni inkor artiklni, endi esa nichtni ko'rib chiqamiz. Nicht so'zi inkor. 3 xil holatda ishlatamiz. Asosiy, birinchi holat bu fe'l bilan, ya'ni fe'ldan keyin keladi va fe'lni inkor qiladi. Ich komme, men kelyapman. Ich komme nicht, men kelmayapman. Keyingisi sifat bilan der Film ist interessant. Ya'ni bu film qiziqarli. Der Film ist nicht interessant. Bu film qiziqarli emas. Keyingisi joylar bilan ishlatamiz. Ich bin hier. Men shu yerdaman. Men shu yerdaman. Ich bin nicht hier. Men bu yerda emasman. Tariqasida. Xo'p. Inkor shaklimiz umumiy qilib aytadigan bo'lsak, kein, ya'ni otlar oldidan yoki nicht so'zlari bilan ishlatishimiz mumkin. Shu nemis tilida inkor shakli edi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Savollaringiz bo'lsa, kommentlarda yozing. Sizlar bilan Deutsch Spot jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.